Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi 50 kilovat gibrid obyektimizda ishlar jarayoni ketyapti. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Konstruksiyalar hozir yig'ilmoqda va atsinkovkadan bo'lgani uchun hozir yig'ib qo'yganmiz. Endi kech bo'lib qoldi. Bu obyektimiz mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Samarqand shahrining qoq yuragida. Mana bu sizga ko'rsatayotganim bu Bibixonim maqbarasi. Hop, mana bu yoqda esa siz ko'rsataman. Mana Registon maydoni. Mana shu qubbasi ko'rinib turgan Registon maydoni. Bu yoqda esa mana Al-Moturudi madrasasi. Bu yerda hozir remont ishlari ketyapti. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Samarqand shahrining qoq yuragida. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Bu yoqda ham mana Shohizinda madrasasi, maqbarasi, ya'ni mana bizda hozir 50 kilovat gibrid obyektimizda bu yoqqa bir qismi bu yoqqa qo'yiladi. Hozir ugonliklari qo'yilgan. Ertaga xudo xolasa konstruksiyalar ham yig'iladi, xuddi shunaqa qilinib. Buni hozir qisman terilgan. Kech bo'lib qolgani uchun ishlarni tugatib qo'ydik. Mana bu yerda esa 1 kilovatli qo'yilgan, mana quyosh panellari o'zgacha qilib qo'yilgan. Bir qismi mana metal, bir qismi yog'ochdan. Juda ajoyib qo'yilgan. Hatto kraska ham qilinmagan konstruksiya zanglab ketgan. Bu menimcha vaqtinchalik qo'yilgan bo'lsa kerak. Ko'rib turishlaringiz mumkin qanday qo'yilganligi. Bu esa bizning konstruksiyamiz. Atsinkovkadan xudo xolasa ancha yil xizmat qilib beradi klientimizga. Ko'rinishi ham yomon ko'rinmaydi, bunga o'xshab zanglab ketmaydi, xudo xolasa. Joyimiz bir qismini bu yoqqa qo'yamiz, qolgan qismlarni bu tomondan joylashtirib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu stansiyamiz bitgandan keyin to'liq videosini ham qo'yib qo'yamiz.